Bir ulashgimiz keldi. Aniq suvni bo'yida qiluvdik, bolalarga cho'milayotgan. Keyin yozishdi, obodonlashtirishga ne qilmayapsizlar deydi. Qilamiz dedim. Odamga to'g'ri manfaat beradi. Miyasi noto'g'ri odamga shundan noto'g'ri manfaat beradi. Kimdir bu videolarda shu narsalarni ko'rsatmasang bo'ladi-yu deydi-yu. Biz обязательно ko'rsatamiz. Endi sizga zadivat qilsin, pulingiz bo'p turib qilmayapsiz, oka. Amin. Ko'taringlar bilaginglarni, Xudo bersin tilaginglarni. alohida qilamiz, hammasi zo'r bo'ladi. Layali. Bu ham bizning o'zidan chiqyapti. Qo'lingizdan kelgancha mazasini totib ko'ringlar. Mazasini. Hozir bolalarga 20 ta karotka tushuncha olib kelgan desa, 20 dona tushuncha chiqadi. 20 dona. Tushunchalar keladi hozir, sekin boqing. 20 ta karotka degan joyda 20 dona olib kelib qo'y. O'shanga saqal. Qisqacha kechib qoldi. Ozgina. Qattiq yuribsizlar deganlarim. Yetadi, xudo xohlasa. Pichoq o'tmay qolsa, mana Wi-Fi zo'r, pichoq o'tmay. Pichoqning yonining pichoqni ko'tib ursa bo'ladi. Mana. Endi qarang. Tarvuz o'tma. Dam olmaydigan 4 ta fasl ishchilari bor bizda. Dam olmaydigan 4 ta fasl ishchi. Qor yog'adimi, yomg'ir yog'adimi, yer muz bo'ladimi, quyosh 50 gradus bo'ladimi, lekin ozodaligiga e'tibor beradigan bizani yaqin insonlarimiz bor. Bizga go'li yaqin inson. Chunki vatan bizanikimi, O'zbekiston fuqarosimizmi, bizani yashashimizga, ozodalik, kisloroddan nafas olishimizga qanchadir ko'p miqdorda hissaligini qo'shishadi, tozaligiga. Tozalik. Bugun obodonlashtirishdagi onalarimiz, opalarimizni, otaxonlarni hammaligini xursand qilib, Shayxontohur rayonida mana shu kichkinagina bir ozgina to'yib tushunki ichsin deb qo'yamiz. Kimdir bu videolarda shu narsalarni ko'rsatmasang bo'ladi-yu deydi-yu. Biz обязательно ko'rsatamiz. Endi sizga zadivat qilsin, pulingiz bo'p turib qilmayapsiz, oka. O'shaning uchun qo'yamiz. Keling, o'tiringlar, kelinglar o'tiringlar. Chin ko'ngildan qilinayotgan narsa-da bu. Qo'rqadan tushunki, o'lganimdan keyin bolalarim ham Xudo xohlasa rohatini ko'radi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qanchasiz? Faqatagi ko'rsatasiz, ishlarni. Mana shundan ishlab chiqaramiz-da biz. Bu beradigan narsamiz milliy brendda, o'zlarini tushunki, poyqadam degan tushunki, o'zimni rasmini qo'yganman. Eng zo'r go'shtlar, ha. Bir ulashgimiz keldi. Aniq suvni bo'yida qiluvdik, bolalarga cho'milayotgan. Keyin yozishdi, obodonlashtirishga ne qilmayapsizlar deydi. Qilamiz dedim. Men o'zim qilib ketdi gapirib. Bo'ldi hozircha. Voy. Qorlar olmasa bo'ldi. Omadini bergin. Omadingdan o'zing tuzaman Allohim. Qaydingdan bergin Allohim. O'tirganlarda hammasidan jonim sog', uzoq tutsin. Xudoxon sizga ham rahmat, sizga sog' bo'lsin. Robbina atina bizdan hasana, ya akhiratan bi rahmatika ya Rabb. Bu hojani bitta duo qil. Bu ehson edi. Bizning obunachilar bitta tushunga beringlar deyishuvdi. Bizdan emas, podpисчикларdan yuringlar. Bak. Bak. Kelmaganlar oldi.
Ko'taringlar bilaginglarni, Xudo bersin tilaginglarni. Tinch ber ketmas davlat bersin. Umrimizga, rizqimizga baraka bersin. Shu ukalarim ham umrlari uzoq bo'lsin. Insonlari dargohida qabul bo'lsin. Topganlari yaxshi kunlarga buyursin. Qariganda imon boy bo'lib hajlarga, umralarga borish hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. Rozi bo'linglar. Charchamaylik. Bundan lozim. Charchamaylik. Ha. Sog' bo'linglar. Sizlarga rahmat kattagon. Charchamaylik. Kamko'stiga rozi bo'lasizlar. Bilan bugungi kunimiz ketdi. Qo'limizdan kelgancha odamlarga manfaatli bo'ldi deb o'yladi. Ozgina xatolik qilgan bo'lsa, kimnidir dilini og'ritgan bo'lsa, bu video kimgadir to'g'ri odamga to'g'ri manfaat beradi. Miyasi noto'g'ri odamga shundan noto'g'ri manfaat beradi. Faqat to'g'ri manfaat beradigan insonlar kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyingisi, bundan keyingisi suvda qildi, obodonlashtirishga qildi. Keyingi videoni qattiq ishlaylik. Bu sizlar kommentariyada yozinglar.